Assalomu alaykum, arzu pishiriqlari tam saloniga kirgan barliq Açsınlar, hoş kepsizler, merhaba. Bugün götürmekçi boğan dersimiz yağda pişirilgan berenge. Bu Arap devletleri kembusu bulmaydıgan etiyelik ve keşlik naştılıklarda dasxanda koyulduğan bir xil yağda pişirilgan berengin köz tutudu. Bunun kerakli materiallar bolsa 2 dana berenge. Bir dana kiçikkina baş piyaz. Bunun o'rniga so'ng piyozni 2 dona so'ng piyoz ishlasak bo'ldi. Yop yeshil ko'prik chiqarishni xohlasangiz so'ng piyoz ishlasangiz ham bo'ldi. Men bosh piyoz yaxshi ko'rganligim uchun kichik bir bosh piyoz ishlatdim. Bir bosh samsaq va ozroq muvofiq miqdorda yong'oq sut. Buni ta'minlantirish uchun bir dona tuxumniki serig'i yaqin ishlatmaymiz, serig'ini ishlatamiz. Va bir qoshiq un. Ve özümüz yaktırdıgan dar-darmeklerden qarmış zirler ketidi hanımlar. Onundan başka bunu pişirgan çağda meylaş için ketidigan azroq az miqdorda un ve muvafiq miqdorda yağ ketidi. Unda olsa biz hozir bunu tayyorlash bosqichiga o'taylik. Aldı bilen bu 2 tal berengimizni pakiz yuvib, bir ko'riga muvafiq miqdorda suv quyib, azroq tuz sep bu berengini pishirib olamiz. Hanımlar, ben hazırma berengini bunu kazanga koyup, ot koyup, su koyup teyaq oldum. Bununla az miktarda tuz saldım. Hem de bu kaynap pişkan çağda suzunu süzülüp, ondan terisini aqlap, yumuşak halat ekilimize. Hem de o berengimiz pişişinin ağırlığında biz bu piyaz, samsak, yambaq sütlerimizni pakiz yuyup, yambaq sütünü uşaq toğrayımız. Piyazni şu müyüz iş maşinasına selip uşaq halatda izimize, samsaklama uşaq canap teyaq olimiz. Hanımlar, ben hazırma piyaz, samsak, yambaq sütlerini yuyup çoğun toğraladım. Bunu mavu müyüz iş maşinasına selip uşaq iz olmen. Baş piyaz iz olmaz, arkadan samsakını selip izimiz, onun arkadan yambaqsını sep arlaştırıp iz alsak buldu. Piyaz samsakını iz olduk, hem de yambaqsını üstü koyup bunun iz olmaz. Kızlar, mana yoyumuz mu? Berengimizin pişip çıktı. Biz şu qo'shiqniki yardım bilan buni qo'chib turib, uşaq iz olamiz hanımlar. Musha qo'shiqni oq taraf bilan besib turib, uşaq iz olamiz. Kızlar, bu yoyoni qo'shiqlar essamsa qattiq pishib qapti. Musha meyu izish sayşanaydan başan sep şu anda eldim. Şunda yumuşak pişti. Yumuşak ezildi. Hem bununla abayqı, samsak, piyaz, yambaq sütünü aralashmasiga az miqdorda güncü sipattım. Təmin texim tatlı çıkırış için. Bunu mana qoyub aralashtiramiz. Bunun üstüge bir qoshiq unni sepimiz. Onundan keyin yağını izib olgandan keyin onun üstüge yambaq süt, samsak, piyazniki aralashmasiga azroq güncüz tepib onu aralashtiramiz. Ondan keyin bir qoshiq un, bir qoshiq laza, chana quruq laza. Yaxshi ko'rsangiz ishlatsangiz bo'ladi, yaxshi ko'rmasangiz ishlatmasangiz bo'ladi. Men mana ochiq yo'q qizil lazım qo'shdim. Bir tal tuxumniki serig'i, yaqin ishlatmadik, serig'ini ishlatdik. Yana özümüz yoqtirishiga asosan qarmosh va zira qatorliq dor-darmeklarni sep qilsak bo'ldi. Endi bularni tayyor qilgandan keyin hammasini mijib aralashtirib qiyim yasaymiz. Biz qiymimizni tayyor qilgandan keyin bir qachaga azroqla qo'limizni maylaydanga azroqla yog' quyib olamiz. Qo'limizni maylab turib bunu her xil şekilde ekilimize münasip qilib suzunchaq shaklda ekasayım buldu. Suzunchaq shakl ekab bo'lgandan keyin buni
ma tayyor qo'ygan unimizga bilaymiz. Tayyor qo'ygan unimizga milab bir shakl chiqilamiz. Oxirida buni bir taqsim tizib qo'yamiz. Shunday shakl chiqarib qo'ygandan keyin buni yana shu unga milab turib bir taqsimizga tizib olamiz. Yana qo'limizni maylab olgandan keyin buni yumaloq shakl chiqarsak-da, xonimlar. Yumaloq shakl chiqarib, mana yumaloq shakl chiqdi. Besib turib, buni unga milaymiz. Unga milab yumaloq shakl chiqarib olamiz. O'zimizning yoqtirishiga asosan, mushu bolalarimiz pek yoqtirib yeydi buni, yo'q bo'lg'ashqa. Har yon shakllarni chiqarib, pishirib bersak bo'ldi. Pek yeyishlik, pek temlik bo'lgan bir yog'da pishirilgan baranga bo'ldi bu. Endi buni yog' qisab pishiramiz, xonimlar. Mana hammasini tayyor qilib tuzib oldik. Endi buni qozon yog' qo'yib, sap ikki tarafini qizartib olamiz. Mana qozonimizga yog' qo'ydik, hozir qizarib xonimlar. Mana tarafga qizarib qo'yganda, yana bir tarafini qizartib olamiz. Xonimlar, endi men uzunsini solaylik. Uzunsini sep ko'raylik. Mana. Soldik. Uzunsini. Uni milab tayyor qo'ygandan keyin buni qozonga sepib, oq oldini pishib qizartib olamiz. O'timiz cho'qim normal bo'lishi kerak. Qozon qizib olgandan keyin o'tni normal tanishtirsak, qizib ketsa, barangimiz kuyib ketadi. Shunga diqqat qilishimiz kerak. Unda olsa endi pishib chiqarishni ko'raylik. Xonim qizlar, mana yog'da pishirilgan barangimiz paydo bo'ldi. Har xil variansiz o'zimiz yoqtirishga asosan pishirib, yeb iste'mol qilsak bo'ldi, xonimlar. Mana shuning bilan bugungi darsimiz oyoqlashdi. Yoqtirib, etib, bolalarga aytib birazlar, bolalar kichik bolalar bo'lib yaxshi ko'radigan baranga